Dadasi, mendan rozi bo'ling. Ketadiganga o'xshayapman. Sirrazi roziman xotin, sirrazi. Jasurazi rozi bo'lib tashamang. 1-2 kun bor hali. Endi oldini olib qo'yibman-da. Men ketsam yana jirtillab uylanib olmang-a. Tepadan qarab turaman. Uzoqdan kontrolda bo'lasiz. Ha, onangning bir baxt tug'ildi-yu o'ldi-da. Nimadir dedingizmi? Hayo o'zim. Xotin, tur endi. Qara mana yaxshisan-ku, soppa sog'san. Tuppa tuzuk chakaging ishlab turibdi. Men ishonmayapman-da. Yo'q, dadasi rostdan. Men sezyapman. Точныйmi xotin? O'ta точно. Aniq hazilmasa? Aldasam o'lib keting. Sen o'zingni oldin meni jo'natmoqchisan-ku. Ras mazam bo'lmaydigan ekan xotin, mayli. Damina. Nimadir kerak bo'lsa, meni eving yoningda. Chaqirasan, chovib yet kelaman. Rahmat dadasi, boringizga shukr. Mayli, men dam olaman. Rostdan kasalsan-a? Rostdan deyapman-ku. Chiqing, yo'qoling. Mayli xotin, dam ol. O'ladigan odamning oxirgi so'zi qonun. Mayli, dam ol. Shu yerdaman. Kutyapman. Tinchgina o'lishga ham qo'ymaydi. Dugonalarimga o'laman deb qo'yganman. Bu kishi bo'lsa asabimni buzar. Nima bu? Nima san? Asallarim, shakarlarim. Danu, onasini emsan. Boyman. Tinchlikmi xotin? Nimaga? Tinchlik? Ketish oldi sal ko'pmasmi u? Ha, endi kerakli yukni og'ir yo'q deyshadi-ku. Bahonalaringiz ham ko'p-da sizda xotinjon. Men o'ylab qoldim-da. Yana 1-2 yil yashasammikin? Ha, bu dugonalaringga nima deysan? Erim o'lgani qo'ymadi deyman. Hayron qolaman-da. Mana shunday gaplar ayollarning kallasiga qanday kelarkin-a? Normalniy keladi. Shunchaki yelkalarni bo'sh qo'yish kerak. Xotin, o'sha gap. Bu miya emas, qarg'a cho'qalagan yong'oq.